Assalomu alaykum, bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan azizlar bormisiz, omonmisiz? Azizlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan Centrum Holidays o'zining rasmiy litsenziyasiga ega bo'lgan tur firmasining rasmiy ofisida biz azizlar. Bu yerda biz sizlarga umraga qanday, qayerdan borilyapti, narx-navolar qanaqa bo'lyapti hamda gastnitsa sharoitlari, oraliq masofasi barchasi haqida qisqacha ma'lumot berib o'tib ketishga harakat qilamiz. Buning uchun siz like, podpiska bosib, umraga bormoqchi bo'lgan yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Biz video syomkamizni boshladik. Azizlar, hozirgi kunda umra safarimiz 14 kundan iborat. 14 kunlik umra safarida 2 kecha 3 kunduz Madinada hamda 11 kun Makka mukarramada bo'linadi azizlar. Gastnitsalarimiz 4 yulduzli gastnitsalar, oraliq masofasi Madinada 250 metrdan 300 metrgacha tashkil qiladi. Makkada esa 800-900 metr oraliq masofani tashkil qiladi azizlar. Bemalol piyoda borsangiz ham bo'ladi, hamda avtobuslar ham yo'lga qo'yilgan, avtobuslarda ham bemalol borsangiz bo'ladi azizlar. Xo'p, undan tashqari Madinada gastnitsamizda 2 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi azizlar. Makkada esa 3 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi. O'zbek oshpazlari tomonidan azizlar. Sayohatlarimiz, ziyoratlarimiz chidiydiganlarga esa Madinada Qiblatayn, Uhud tog'i, Xurmo bog'lari hamda payg'ambarimiz ravzalariga ziyoratlar ham bo'ladi azizlar. Undan tashqari Makkada esa Sabr g'ori, Hiro g'ori, Jamorot, Mino, Muzalifa hamda qo'shimchasiga bonus qilib Qizil dengiz sayohatini ham qo'shib qo'yganmiz azizlar. Bularning barchasi malakali, tajribali elboshlar tomonidan amalga oshiriladi azizlar. Xo'p, reyslarimiz qanaqa bo'lyapti deydigan bo'lsak, avgust oyiga reyslarimiz ham boshlangan azizlar. Bemalol ekrangingizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib o'z joyingizni o'zingiz bron qilishingiz mumkin azizlar. Har hafta reyslarimiz bor. Haftani har chorshanbasiga Farg'ona Jidda yo'nalishli reysimiz bor. Haftani har seshanbaga Toshkent Jidda yo'nalishli reyslarimiz bor azizlar. Agarda siz uzoqroqda bo'lsangiz, bizga Telegram, WhatsApp orqali aloqaga chiqing. Zagram pasportingizni tashlasangiz, biz sizga Centrum rasmiy shot raqamlarini tashlaymiz. O'zingizga yaqin bo'lgan bank ofislaridan to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin. Agarda ofisga keladigan bo'lsangiz, Marg'ilonda, O'ramda joylashgan ofisimiz, bemalol kelib, Centrum rasmiy kassalariga naqd sonda to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin. Albatta, Zagram pasport esdan chiqmagan holda azizlar. Xo'p, undan tashqari azizlar, agarda siz chet elda ishlayotgan bo'lsangiz, Telegram, WhatsApp orqali aloqaga chiqing. Ota-onangizga sirli ravishda surpriz qilmoqchi bo'lsangiz, biz sizlarning nomingizdan sertifikatda yaxshi gulni olib, sizlarning nomingizdan otangizga, onangizga surpriz qilib kelamiz. Marg'ilon, Farg'ona ichi azizlar. Undan tashqari firmamiz tomonidan beriladigan narsalar azizlar, mana bunday bejik beriladi. Bu u yerda yo'qolib qolmasligingiz, mehmonxona sizning haqingizda ma'lumotlar kiritilgan bunga azizlar. Undan tashqari kamzil ham beriladi, har xil razmerida. Undan tashqari sumka beriladi azizlar. Bularning barchasi agarda siz Toshkent aeroportidan borsangiz, Toshkent aeroportida, agarda Farg'ona aeroportidan uchadigan bo'lsangiz, Farg'ona aeroportida beriladi azizlar. Xo'p, eng qiziqarli joyi azizlar, narx-navolarga keladigan bo'lsak, Toshkent Jidda yo'nalishli reyslarimizni $1050 dan qildik. Farg'ona Jidda yo'nalishli reyslarimizni esa $1075 dan qildik azizlar. Bemalol ekrangingizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling, o'zingizni qiziqtirgan savollarga javob olishingiz mumkin azizlar. Agarda video syomkamiz yoqqan bo'lsa, like, podpiska bosib, umraga bormoqchi bo'lgan yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling azizlar.